Tushda karta o'ynash nimani anglatadi? Agar siz tushingizda karta o'ynayotgan bo'lsangiz, bu odatda hayotingizdagi imkoniyatlar, strategiya va ehtiyotkorlik bilan bog'liq. Agar siz g'alaba qilsangiz, bu yaqin orada omad va foydaga ishora qiladi. Agar yutqazsangiz, bu ehtiyotkorlik yoki rejalashtirish yetishmasligidan ogohlantiradi. Shuningdek, karta o'yinlari bu atrofdagi odamlar bilan munosabat, ishonch va harakatlaringiz natijasini aks ettiradi. Xulosa qilib aytganda, tushda karta o'ynash bu sizning qarorlaringiz, ehtiyotkorligingiz va hayotingizdagi imkoniyatlarga tayyorligingiz bilan bog'liq. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.